Bu yoshlarga, ko'proq ota-onalarga gapim, shu ota-onalar yosh bolalarni yaxshi sportlarga berish kerak. O'zi shuning ustida o'zi turish kerak, kontrol qilish kerak bolasini ustida. Bu yosh bolalar, yosh sportchilar biz MMA sportigami yo qaysi bir sportdan qat'iy nazar borganda birinchi o'rinda ota-onasini va trenerini eshitish kerak. O'sha treneri nima deydigan bo'lsa, ustozi nima desa, o'sha narsani qilish kerak. Chunki ustoziga ishonish kerak. Biz ham shu kichkinaligimizda ham bu ustozni oldiga kelganmiz. Biz ustoz deb turib, o'sha ustoz nima deydigan bo'lsa, agar kerak bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa ham biz ustozni aytganini qilganmiz. Lekin ustozlar hech qachon sizga yomon bo'lishini xohlamaydi, shogirdini o'zidan kuchli bo'lishini xohlaydi. O'shaning uchun ota-onasini, ustozini aytganini qilish kerak va faqat sabr va mehnat qilish kerak. O'shunda chempion bo'lishga ko'proq foiz bo'ladi. Agar xohlaganda triumfga qilib 10 kun borib, 20 kun bormasdan yuradigan bo'lsa, unda hech qachon chempion chiqmaydi.